Lineachi akalarimiz uchun ikkita, bittasi qora, bittasi oq, eng ko'p pul topar mashinalardan bittasini olib kelib qo'yganmiz. Bilasizlar, bu Jack Sunray avtomobili eng sifatli va ishonchli modellardan bittasi. 3 yildan beri shahar ko'chalarida, liniyalarda kira qilib, eng zo'r pul topgan mashinalardan bittasi bo'ladi. Bugun sizlar bilan shuni qisqacha obzorini qilib ketamiz. Ko'pchilikga bu mashina tanish, lekin yangi ko'rayotgan, yangi qiziqayotganlar uchun qisqacha obzorini qilib ketamiz. Oldin mashinalarimiz 21 kishilik kelgan, lekin hozirgi kunda 16 kishi bo'lib kelyapti. Buni ayrim sabablari bor. Batafsil ma'lumotga o'tadigan bo'lsak, endi motorlari 2 li turbina bo'ladi. Yoqilg'i sarfi ham oldinga qaraganda juda ekonom bo'lgan bunda. 12-13 litr rasxod qilib kelyapti. Bundan tashqari bilasizlar, metan propan ham ustunovka qilsa bo'ladi. Eng qulayi, narxi ham arzonlagan. Bundan tashqari hozir mana ichlarini ochamiz. Eng zo'ri buni albatta klientlarga bo'ladi, ichkarida ketadiganlarga. O'zimiz oyoq qo'ygichlari chiqadi. Masla mashina, o'zimiz hozirga chiqdik. Ichkariga chiqqaningizda mana bo'yingiz umuman tegib qolmaydi. Bo'yim 1.75. Maza qilib orqagacha ham xotirjam yurib ketaverasiz. Orqada o'rindiqqa o'tirganingizda ham umuman qiynalmaysiz. Yog'ingiz tegib qolmaydi. Tepangizda mana konditsionerlar, yonida o'sha pardalari, undan tashqari hamma o'rindiqda bor bunaqa zaryadchiklari, kolonka, bu taraflarda ham zaryadchilar bor. Hamma mashina o'rindiqlar uchun отдельный zaryadchilar bor. Va konditsionerda muzdakkina. Undan tashqari mana bu yerda o'zining monitori bor. Li 9 ga tepanda qisib ketaverasiz. Chunki mashinaning yumshoqligi yumshoq. Yo'l bo'yi umuman charchatmaydi. Bu yerda o'sha video hamma ko'rib ketsangiz bo'ladi. Chetdan sirazi tushmasdan turib, shopirni signalini ham arzon qilib ketaveramiz. Chunki mashina ichi bag'ri keng, maza qilib o'tirasiz. Xo'p. Bitta ko'rasiz, rullari ancha keng, rullar borib keladi. Tablolar juda chiroyli qilib ishlangan. Android monitor oldiga ham qo'yilgan. Buni yoqib ham ko'rsatamiz ko'pchiligiga. Qiziq. Bundan tashqari mana bu yerda video registratorlari bor. Orqa oldini zapis qiladi. Mashinaga hech qanaqa rasxod qilmaysiz. To'g'riligimizda mana oldini ham olib ketaveradi. Bitta fleshka suqsangiz zapis qiladi. Monitorimiz yonida mana Android. Bemalol mana YouTube bemalol bunda ham bu tarafga o'tkazsangiz muzika, fleshka suqsangiz bo'ldi. Bu yerda esa Yandex kartasi ham bor. Bitta yoqib olib navigatorda yoqib ketaverasiz. Korobkalari 6 tali. Bu yerda klimat kontrollarini shu yerdan boshqarsangiz bo'ladi. Yozda ham odam bilan umuman konditsioner yoqsiz ham mashina qiynalmaydi, chunki quvvati o'ta baland. Minganlar biladi buni. Maza qilib haydashyapti. 2023 olgan klientlarimiz eng kami 200 mingdan oshib yurgan. Hali hech qanaqa rasxod qilgani yo'q. Bemalol siz buni Andijonda avtosalonga kelib bemalol tezroq qilib ko'rishlaringiz ham mumkin. Hozirgi kunda aytganimizda 2 xil o'zgarish kelgan, ya'ni sidlari soni 16 ga qisqargan hamda orqadagi baloni отдельный balon bo'lib qolgan. Ya'ni oldin 2 talik kelardi. Buni kattaligini qaysi mashina bilan tanishtirsiz, Sprinterda uzuni bo'ladi-yu, xuddi o'sha razmerlarda keladi. Orqa ko'rinishlari ham juda chiroyli. Tepada kameralari. Orqada endi ozgina joyi bor, sizdan tagiga narsalar qo'yib ketsangiz ham bo'laveradi. Gazni qancha qo'yaman deganlarga mana bu yerga zapaskani o'rniga metan yoki propan ustunovka qilib yuborsangiz bo'ladi. Albatta o'zimiz servislarda garantiyadan chiqmagan holatda ustunovka ham qilib beramiz. Bunaqa xizmatlarimiz ham bor. Ko'pchilik zapchastdan o'ylanadi. Mana 3 yildan beri hadashayotgan bo'lsa, hech qaysi mashina zapchastdan qiynalgani yo'q. Bundan tashqari hozir zapchast bozorlarda ham juda ko'payib ketgan bu zapchasti. Ham olib kelishni boshlagan. Qorasi ham mana juda chiroyli turibdi. Albatta bu mashinamizni narxi qiziq ko'pchilikga. Narxi hozirgi kunda 396 ming so'm. Dollarda 32 mingdancha arzonroq chiqadi. Ko'rib turibsizlar. Oqi ham chiroyli turadi, qorasi ham. Albatta buni jicha yuvish ulgurmadi, chunki kecha kuni kelgan. Hali mashinani ko'rib turibsizlar, klientlar kelyapti. Ulgu bo'lmayapti. Bu mashinaga qiziqqan juda ko'p. Albatta sizga ham bu mashina qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqing. Bularda siz naqdga, persinaga hamda avtokredit asosida olsangiz ham bo'ladi. Telefon qilsangiz, grafiklarni hammasini batafsil tushuntirib beramiz. Albatta biz bilan qoling.